Salom o'rtoqlar. Hech qachon o'zbekcha gapirib video qo'ymagandim, lekin bu safar o'zbekcha gapirib video qo'yishga qaror berdim. Chunki nimaga deydigan bo'lsanglar, menga o'xshab yurt ishi, menga o'xshab boshqa davlatga borishni xohlagan insonlar oramizda yo'qmas, bordir. Onun uchun YouTube'da video qo'ydim. Ya'ni Vyetnamga qanday qilib keldim, qancha pul bilan keldim. Ularda hammasini sizlarga to'liq ma'lumotini berishni xohlayman. Tabii bu yerga kelishdan oldin o'zim 3,5 yildan beri Turkiyada Antalyada yashayman. Antalyada yashab, Antalyada ishlamayman, yashayman. U yerga turmushga chiqdim. Xullas, bu ma'lumot kerakmi yo'qmi bilmayman. Xullas, u qismga qaytib kelaylik. Nima demoqchiman? Men juda ham qiynaldim, chunki o'zbekchada bunaqa ma'lumot bergan inson ko'rmadim. Viza orqali Vyetnamga kelish yoki boshqa davlatga borish qanaqa bo'ladi? U haqida to'liq ma'lumot YouTube'da rosa ko'p qidirdim, lekin hech qanaqasiga uni topa olmadim, bila olmadim, rosa qiynaldim. 2-3 marta xato yozdim, xato ma'lumot kirdi. O'sha uchun dedim, men o'zbekchada beraman ma'lumot. U yoqda ko'rib yordam bo'lsa agar qanchalik xursand bo'laman. Agar Vyetnamga kelmoqchi bo'lsanglar, Vyetnamda shunaqa chiroyli joylar rosa ham ko'p. Turistik yerlar bu yoqlar, ya'ni kelsanglar afsuslanmaysizlar. Turkiyadan ham, Tailanddan ham arzon joy, aylanishga juda ham ko'p shaharlari bor. Ya'ni motor haydashda bilgan odamlar kelsa, albatta taksi bilan emas, motor arendaga olib, motor bilan aylansalar yana ham ko'p joylarda pulinglarni ekonom qilgan bo'lasizlar. Aeroportga kelgan paytinglarda, aeroportdan chiqishinglarda srazi u yoqda yo kelishdan oldin Grab degan yashil fonli programmani skachat qilasizlar. U programma bilan kelganinglar paytda o'sha uyg'unlamaga kirasizlar, o'sha programmaga kirasizlar. Programmada ketadigan joylar, boradigan otellar, gastitsiyalari yozasizlar. Yozgan joylari, qayerdan ketish kerak bo'lsa, aeroport ismini yozasizlar. U yoqdan mototsikl chaqirsanglar, yana ham arzon bo'ladi. Men ko'proq arzonroq travel sayohat qilishni xohlayman. Ko'proq muddatga sayohat qilishni xohlaganim uchun arzonroq, ya'ni kam xarj bilan sayohat qilishni xohlayman. Ya'ni nima demoqchiman? Vizaga qaytib keladigan bo'lsak, vizada o'zini shaxsiy sayti bor. Uni bu pastda linkini yozib ketaman. U yoqda link yozganinglarda original ofitsialni o'zini saytiga kirasizlar. Kirganinglarda hamma yozuvlar inglizcha bo'ladi. Telefoninglar agar ikkita bo'lsa, inglizchalar yo'q bo'lsa, ikkinchi telefoninglarda bitta saytga kirasizlar. Men aytgan saytga. Narigi telefoninglarda ChatGPT kirasizlar. Yordam so'raydigan odam bo'lmasa, ChatGPT bilan, ya'ni tushunmagan joylaringizni rasm jo'natish agar plus bo'lmasa sizda, kirasiz, rasmni otasiz, 2 martaga ruxsat beriladi, 2 martasidan ko'pini. Agar unda siz Pro'da bo'lmasangiz, Pro'ga sog' bo'lmasangiz, kirasiz, u yoqda yozuvlarni kopировать qilasiz, Telegramdan yoki WhatsAppdan o'zingizga tashlaysiz, uni kopiya qilib ChatGPTga tashlaysiz, buni o'zbekchasini tarjima qil deysiz. Ondan keyin u yoqda sizga nima qilishingiz kerakligini, qanday yo'l tutishingiz kerakligini ChatGPT hech bir shaklda xatosiz sizga to'g'risini aytadi. U yoqda gastnitsa kerak bo'ladi sizga, gastnitsani adresi, agar siz rezerva qilmagan bo'lsangiz, u yoqdan bron qilmagan bo'lsangiz, любой aytasiz, ChatGPTga aytasiz. Menga boradigan shaharimdan bitta otelda bitta gastnitsani adresini yoz deysiz.
u sizga yozadi, u adresni olasiz, u yoqqa kopировать qilasiz. Undan keyin rasm bor, biometrik rasm xohlaydi sizdan. U biometrik rasmda orqa fon oppoq bo'lishi kerak. Pasportdagi rasmingiz bilan %80% bir-biriga o'xshashi kerak. Agar %65, %50 sizga to'g'ri kelyapti degan ma'lumot kerak keladigan bo'lsa, siz snova, ya'ni bosh xatdan rasmga tushasiz. Orqa fon oppoq bo'lishi kerak va ustingizda yozuvli marhaba. Salom berib ketyaptilar. Xolos, u pasportdagi rasmingiz bilan %70, %80 bir-biriga o'xshashi kerak. Agar bir-biriga o'xshamasa, sizga ignor keladi. Keyin biletingizni olishdan oldin vizangizni oling. Vizani birinchi oling. Chunki ba'zida 3 kunda, ba'zida 1 haftada, ba'zida 3 haftada viza chiqishi mumkin. Agar oldinroq biletingizni olgan bo'lsangiz, uni ignor qila olmaysiz. O'shaning uchun kech qolib ham biletdan qo'ymaysiz, ham buni oldindan hozirlik ko'rgan bo'lasiz. Siz yana ham ko'p pul bilan tur firmalariga murojaat qilishingiz kerak yo'q. Buni o'zingiz ham ola olasiz, o'zingiz ham qila olasiz. Chunki men o'zim qildim. Hech qanaqa firmalarga aytmadim, yordamchi bo'lishini xohlamadim, o'zim buni qila oldim. Ishonaman, buni siz ham qila olasiz. Harakat qilishingiz kerak. 8 ta so'rov chiqadi, 8 tani 6-si yoki 7-siga hech qanaqangi tarzda javob berishga majbur emassiz. Sizga javob berishingiz mumkin bo'lgan, javob berishingiz shart bo'lgan anketada, so'rovlarda yulduzchalar turadi. Siz ularda javob bermasdan o'tib ketmang. Bitta xatoyingiz bilan ham siz u yoqda vizadan rad javobi olishingiz mumkin. Menda 3 kunda chiqdi. 4-kun uchib ketishim kerak bo'lgan kunda va shanba, yakshanba kunlari vizaga başvuru, ya'ni vizaga dokument topshirmayman. Chunki ularda dam olish kuni bo'lgani uchun vizangiz yana ham kech chiqish ehtimoli bor. Yakshanba kuni qiladigan bo'lsangiz ham kechqurun qiling, chunki ertalab ishingiz ko'rib chiqilishga beriladi. Ya'ni u yoqda 2-3 kunda olishingiz mumkin, lekin juma kuni yoki payshanba kuni siz vizaga dokument topshiradigan bo'lsangiz, o kun olishingiz %90 iloji yo'q. Chunki 2 kunda bizga o'xshagan ko'p odamlar bu yoqda qish yo'q. Bu yoqda 4 ta fasl yoz. Kelgan paytingiz qalin kiyimlarni umuman olib kelmang. Chunki hozir noyabr oyidamiz. Men mayka, ya'ni bizning tilda mayka shalvordaman. Ya'ni insonlar bu havoda bemalol dengizga kirib cho'milishlari, sohillarda o'tirishlari mumkin. Hech qanaqa problem bo'lmaydi. Ana o'sha uchun sizga demoqchi bo'lganim, hech qanaqa tur firmaga murojaat qilmasdan o'zingiz olishingiz mumkin. Bilet arzonroq olaman desangiz, Skyscanner degan profil bor. Unga kirsangiz, bizda narxlar qanchalik qimmat bo'lsa, uni %50 narxiga olish imkoniyatingiz bor. Prosta peresadka bor. Peresadkadan qo'rqmang. U yoqda biletingizda eshiklar nomergacha ko'rsatadi. Peresadka bo'lsa ham hech bo'lmaganda %50 pulingiz bilan balki burada 3-4 kun, balki 1 hafta, ya'ni ta'til, ya'ni dam olishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlar hammasini tushunmaganingiz bo'lsa, kommentariya yozsangiz, hammasini sizga batafsil tushuntiraman. Menga abone bo'lishni unutmanglar, fikringizni yozinglar, qoldiringlar. Qanaqa yordam kerak bo'lsa bemalol yozinglar.